Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, kanalimizdagi videolarni ko'rib borayotgan azizlar, siz bilan yana navbatdagi video feedback ko'rishib turganimdan xursandman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra ancha paytdan buyon mana video feedlarda ko'risha olmadik, video rolik qila olmadim. Buning uchun uzr so'rayman azizlar. Xudo xolasa bundan keyin mana shu kerak bo'lgan sog'lik uchun, sog'liqni saqlashda kerak bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan videoroliklarni chiqarib borishga harakat qilaman. Bu videoroliklardagi berilayotgan ma'lumotlar siz azizlarning sog'liqlaringga foydali bo'lsa, men o'z maqsadimga yetgan bo'laman. Mana yaqinda bitta kommentariyani o'qib qoldim. Shu kommentariyada yozgan kishi shu haqda mana sizni videoroliklaringizni ko'rib borib, suv ichish haqidagi videoroliklaringizni ko'rib borib, juda ko'p foydali maslahatlar oldim va sog'ligimga ancha foydali bo'ldi. Shulardan biri, mana sochim oldin juda ham ko'p to'kilardi. Mana shu yetarli organizmga kerak bo'lgan yetarli suv icha boshlaganimdan keyin soch to'kilishi menda to'xtadi deb yozganlarda. Mana qarang. Mana shunaqa agar ma'lumotlardan to'g'ri xulosa chiqarib, mana shu ma'lumotlardan to'g'ri sog'ligiga maslahatlar olib, bularni qo'llab turib sog'ligini yaxshilasalar, bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Nima uchun mana soch to'kilishi kamayib, soch to'kilishi to'xtagan, mana yetarli suv icha boshlagandan keyin bu inson. Chunki soch ham o'sishi uchun, sochni to'kilmasligi uchun uni tomirlariga yetarli suv borishi kerak va yetarli vitaminlar borishi kerak. Ana shu masalan, inson yetarli suv ichmaydigan bo'lsa, bunaqa soch to'kilish alomatlari, belgilari bo'lishi mumkin. Mana shu yetarli suv ichishni foydalaridan bittasi mana soch to'kilishini ham oldini olib yoki soch to'kilayotgan bo'lsa, buni to'xtatish imkonini beradi. Chunki suvning organizmga butun hamma organ va sistemalarda foydasi juda katta. Chunki suvsiz hech qanday funksiya yoki jarayonlar kechmaydi. Shuning uchun bunga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu kommentariyani o'qib juda ham xursand bo'ldim. Rahmat bu kishiga shunday kommentariyani yozganiga. Mana siz azizlar ham agar bironta mana shu maslahatlardan o'zlaringga bironta foydali maslahatlar olib, shundan sog'ligingizga yaxshilanish holatlari bo'ladigan bo'lsa, buni kommentariylarga yozing. Bu boshqa sizga o'xshagan insonlarga ham shu kommentariyalarni o'qib o'ziga foydali tushuncha olib olishiga yordam bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana bu ma'lumotlar, videolarda berilayotgan ma'lumotlar, bular tibbiy savodxonlikni oshiradi. Ya'ni sog'lig'imizni saqlashga uchun kerak bo'lgan sog'liqni saqlash uchun kerak bo'lgan mana ma'lumotlarni biz olib olsak, biz o'zimizni sog'lig'imizga foydali harakatlar qilishimiz mumkin. Ya'ni tibbiy savodxonligimiz oshadi. Shu o'rinda bitta misol keltirmoqchiman. Yaqinda bitta bemor keldi. Endi bu erkak kishi, erkak organlarida bo'ladigan kasalliklardan bittasiga chalingan, lekin kasallikni juda ham bir og'ir ahvolga o'tkazib yuborgan. Keyin men so'radim, siz nima qildingiz? Nima uchun bunaqa holatga kelib qoldi? Davolanmadingizmi? Vrachga bormadingizmi? Dedim. Keyin u kishi UZI qilgan ekanlar, UZI qog'ozlarini ko'rsatganlar, analiz topshirgan ekanlar, analizlarni ko'rsatdilar. Keyin qanday qilib davolandingiz desam, mana shu bir ikkita tabletkalarni ichdim, sal-pal yaxshi bo'lib qoluvdi. Keyin kimdir maslahat berganmi yoki u kishi o'zlari shunaqa xulosaga kelganlarmi? Shamollash bor menda har qachon ham. O'sha yerga sovuq kirib ketgan. Mana saunaga, banyaga kirib issiqda o'tirsam,
shu sovuq mendan chiqib ketadi deb sauna banyasiga kirib turib qilganimdan keyin deydilar, shu banya qilganimdan keyin battar bo'lib yana kasallik alomatlari kuchayib ketdi deydilarda. Qarang, mana shu yerdagi eng yanglish tushuncha bu nima? Shamollash, sovuq kirib ketdi. Bizni xalqimizda shunaqa tushuncha borki, sovuq kirib ketdi, shamolladi, hamma kasallikni sababi shu. Lekin kasallikni sababi hamisha ham sovuq, shamollash bo'lavermaydi. Har bir kasallikni o'zini nomi bor, o'zini keltirib chiqaruvchi sababi bor. Masalan, biz aytadigan shamollashni ruschasi vaspaleniya deydi. Vaspaleniyaning o'zbekchasi yallig'lanish. Lekin bu so'zni biz ishlatmaymiz tibbiyotda. Ayniqsa xalq orasida. Nima? Shamollash. Faqat shamollash. Bu insonni ham o'sha shamollash so'zi chalg'itgan. Oldingi videolarimda ham aytganman. Shamollash kasalligi yo'q. Sovuq, shamol bu kasallikni sababi bo'la olmaydi. Agar sababi bo'lsa ham minginchi sababi bo'ladi. Masalan, o'sha yallig'langan, vaspaleniya bo'lgan organ qizargan, shishgan, og'riq bor va mahalliy temperatura bor. Mana vaspaleniyaning belgilari, ya'ni yallig'lanishning belgilari. Ruschasiga aytganda отек, покраснение, местная temperatura, боль. Mana shular og'riq, shish, qizarish va mahalliy haroratni oshishi, mana shular vaspaleniya belgilariga kiradi. Mana shu yallig'lanish belgilariga kiradi. Bularning sababi nima bo'ladi? Shamol emas, sovuq emas. Buni sabablari bo'ladiki, qandaydir infeksiya. Infeksiya nima bo'lishi mumkin? Bu bakteriya, virus yoki gribok. O'sha yerga kirib ketgan, rivojlangan, ko'payganda o'sha vaspaleniya, yallig'lanishni keltirib chiqargan. Lekin bizni buni umumiy bir shamollash kasalligi deb umumiylashtiraramizda, chalg'ib ketamiz. Qarang chalg'ishni. Shamollaganman, sovuq kirib ketgan. Shuni men agar issiq banyaga, saunaga kirib o'tirsam, o'sha sovuq o'sha yerdan chiqib ketadi deb kasallikni battar qilib qo'yganlar. Shuning uchun ham mana shu biz faqat hamma kasalliklarning sababini va kasalliklarni o'zini shamollash va sovuqlash degan tushunchalarni tagiga ko'mavermasdan har bir kasallikni kelib chiqish sabablarini bilib olishimiz kerak. Va o'sha kasalliklarni boshlanishi bo'ladigan bo'lsa, vaqtida masalan vrachga borib turib, davolanib turib, bu kasalliklarni rivojlanib ketib, juda kuchayib ketishini oldin olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bunga e'tiborli bo'lish kerak. Mana shu narsalarni hammasini bilish uchun tibbiy savodxonlik kerak. Endi bugungi videorolikimizni mavzusiga qaytadigan bo'lsak, mana kommentariyalardan bittasida yozgan kishi shunday xohish, istak bildirganlarki, bo'g'imlarni artrozida kollagen, xondroitin va gialuron kislotalarini ichish tartibini tushuntiring, iltimos, rolik chiqaring. Bu juda ham bir dolzarb mavzu, chunki mana shu bo'g'im artrozi, bo'g'im kasalliklari hozir dunyoda eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri va bularda ishlatiladigan mana xondroitin, sulfat, gialuron kislota va glyukozamin va kollagen mahsuloti, mana shular juda ko'p ishlatiladigan dori va mahsulotlar. Mana shu kasallik, bo'g'im kasalliklarini davolashda. Bu kasalliklarni dunyoda juda ham hozir ko'p tarqalib ketayotganligini sababli mana shu dorilarga juda ham ehtiyoj katta bo'lyapti. Ayniqsa mana kollagen. Keyingi yillarda, keyingi bir necha 10 yillarda mana shu kollagen mahsuloti, endi kollagenni dori demaymiz. Kollagen, mana shuni esimizda saqlab qolaylik. Kollagen bu dori emas. Kollagen bu mahsulot. Buni davolashda, bo'g'im kasalliklarini davolashda qo'shimcha, ya'ni biologik aktiv qo'shimcha holatida
iste'mol qilish mumkin. Ya'ni yordamchi boshqa dori-darmonlarga yordamchi qo'shimcha ishlatishimiz mumkin. Lekin bu kollagen mahsulotini hozir dunyo bo'yicha sotuvi, uni marketingi, uni reklamalari juda ham kuchayib ketgan va rivojlangan davlatlar, ayniqsa Amerika, mana Yaponiyalarda va boshqa Yevropa davlatlarida judayam bu kollagen mahsulotini sotuvi va iste'mol qilinishi judayam keng tarqalgan. Savol tug'iladi. Kollagen o'zi nima? Kollagen bu oqsil, glikoprotein. Bizni tanamizda masalan umuman odam organizmi 70% suvdan tashkil topgan bo'lsa, 20% oqsildan tashkil topgan. Qolgan 10% bu yog' va boshqa moddalar. Qarang, o'sha eng ko'p biz organizmdagi bor suv 70%, 20% undan ikkinchi o'rinda turadigani oqsil va o'sha oqsilning eng asosini 30%ni kollagen oqsili tashkil qiladi. Kollagen oqsili organizmda eng ko'p tarqalgan oqsildir. Endi bir oddiy qilib aytganda, bu kollagen o'zi masalan dori bo'lmasa, bu mahsulot bo'ladigan bo'lsa, bu qaysi bizni yeydigan ovqatlarimizda mana shu kollagen mavjud degan savol tug'iladi. Kollagen bu asli, mana biz nima deymiz? Kalla po'sh deymiz. Mana molni tuyog'ini va boshqa qismlarini masalan biz qaynatamizda xolodez qilamiz. O'sha xolodez qilgan paytimizda biz o'sha kollagenni qaynatamiz, bir necha soatlar, uzoq vaqt davomida qaynatamiz va o'sha qaynatgan paytimizda o'sha kollagen tolalarga ajraladi. Ya'ni bu kollagen o'z tuzilishiga ega bo'lgan oqsil. Masalan, yumaloq shakldagi oqsillar bor. Xuddi mana ipni biron nimaga o'rab qo'ysangiz, yumaloq qilib ipnida shunga o'xshagan oqsillar bor. Har xil shakldagi oqsillar bor. Kollagen oqsili spiralsimon oqsil. Ya'ni 3 ta tolasi bir-biriga mana shunday o'ralib turib, nimani hosil qiladi? O'sha kollagenni oqsilni hosil qiladi. Biz qaynatgan paytimizda o'sha xolodez bo'lganda jelatin hosil bo'ladi. Ya'ni bu tolalar bir-biridan ajraldi. Mana tolalar отдельный bo'lak bo'lib bir-biridan ajralgan holatda o'sha nima paydo bo'ldi. Endi savol tug'iladi. Agar biz kollagenni sotib olib ichmasdan turib, faqat o'sha kalla po'shni qaynatib xolodez qilib yeyaversak bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Masalan, o'zimizga o'zimiz savol berib ko'raylik. Har kuni xolodez yeya olamizmi? Yeya olmaymiz. Har kuni xolodez yeyish, bu kalla po'shni qaynatib yeyish, bu oshqozon, ovqat hazm qilish sistema eshaklariga nagruzka bo'ladi. Chunki mana go'sht mahsulotlarida ham bor oqsillar, mana kalla po'shda ham bor oqsil. Lekin bular baribir bir-biridan ba'zi bir o'zining tarkibidagi aminokislotalari bilan farq qiladi. Oqsillar aminokislotalardan iborat. Masalan, nimada? Kollagenda glitsin, prolin, lizin va boshqa aminokislotalardan birinchisi qatnashadi. Mana shunaqangi takrorlanish borda. Bular shartli o'rni bosiladigan aminokislotalar. Masalan, go'sht mahsulotlarida bular kamroq va boshqa aminokislotalar ko'proq bo'ladi. Ana shunaqangi o'zini aminokislotali tarkibi bilan bir-biridan salgina farq qiladi. Va bu mana agar oladigan bo'lsak, go'shtga qaraganda kalla po'sh arzon. Buni ham ba'zida tabiiy o'zimiz qaynatib, xolodez qilib yesak bo'ladi. Lekin har kuni buni qabul qila olmaymiz. Chunki o'sha kollagenni tolalarini parchalash uchun
oshqozonda fermentlar ishlaydi. 12 barmoqli ichakda oshqozon osti fermentlari, bu yoqda o't, mana bular ishlab bularni aminokislotalargacha parchalagandan keyin u qonga so'rilib turib, keyin aminokislota holida organizmga qonga yetib kelgandan keyin organizm keyin undan xohlasa kollagen, xohlasa boshqa oqsillar, kerak bo'lgan oqsillarni o'zlari organizm o'zi hosil qiladi. Organizm aqlli, o'zi biladi. Masalan, biz go'sht mahsulotlari yeyishimiz mumkin, go'sht yeyishimiz mumkin. Go'shtdan ham agar bizga kollagen yetishmayotgan bo'lsa, undagi ichidagi o'sha kerak bo'lgan aminokislotalarni ajratib olib, o'shandan kollagenni sintezini, ya'ni hosil qilish jarayonini yuzaga keltirishi mumkin. Agar kimki o'ylasa, biz kollagen ichyapmiz, biz organizmimizga o'sha kollagen holida borib, o'sha kollagen yetishmayotgan joyga borib kollagen o'rnashadi desa, yanglishibdi. Bu noto'g'ri. Kollagen o'zini holatida, to'liq holatida kollagen bizni organizmimizga so'rilmaydi. Ichaklarda, oshqozon ichaklarida ular aminokislota holigacha, ya'ni bitta devor bo'lsa, devor g'ishtlardan iborat bo'lsa, o'sha g'ishtlargacha tarqatilib, ajratilib, o'sha g'ishtlar so'riladi, ya'ni aminokislotalar so'riladi organizmga. Kollagen va har qanday oqsil organizmga butunlay o'zini holicha organizmga so'rilib hazm bo'lmaydi. Buni tushunib olishimiz kerak. Shuning uchun biz ichayotgan kollagenlar bular, mana savol tug'iladi. Kollagenlarning turi ko'p, doktor. Qaysi bir kollagenni biz ichsak yaxshi bo'ladi? Gidrolizovanniy kollagenlar yaxshi. Mana hozir juda ko'p tarqalgan kollagenlar bor. Gidrolizovanniy kollagen deydi. Gidrolizovanniy kollagen deydi. O'sha tola, har bitta kollagenni tolasi ma'lum bir qisqa qismlarga kesilgan bo'ladi-da, bu fermentlar yordamida. Ana shuni gidrolizovanniy kollagen deydi. Gidrolizovanniy kollagenni organizmga ichaklarda so'rilishi, hazm bo'lishi va kerakli joylarga yetib borishi osonroq bo'ladi. Yana o'sha kollagenga mana hozir ishlab chiqaruvchilar qo'shyapti har xil kerak bo'lgan o'sha kollagenni sintezi uchun kerak bo'lgan mana askorbinoviy kislota, vitamin C va boshqa mikroelementlarni qo'shib qo'yyaptilar-da. Shuni hisobiga yana uni kollagenni organizmga hazm bo'lishi va so'rilishi va qaytadan organizmning o'ziga kerak bo'lgan shakldagi kollagen paydo bo'lishi osonlashadi. Endi shunaqa savol tug'iladi, kollagenni o'zi nima ahamiyati bor organizmda? Kollagen bizni, mana biz organizmimiz tayanch harakat sistemamiz borda. Ya'ni biz tikka yuramiz, biz qo'limiz, oyog'imiz hamma o'zining shakli bor. Bizni organizmimiz o'zi shakli bor. Biz tikka yuramiz, egilamiz, tiklanamiz. Mana shu bizni tuzilishimizni ta'minlab beradigan tayanch harakat sistemasi va uni asosini tashkil qiladigan biriktiruvchi to'qima, ya'ni ruschasiga соединительный ткань deydi. Shuni asosini 70-80% kollagen tashkil qiladi. Agar kollagen bo'lmaganda biz organizmda biz xuddi morojniga o'xshab, morojniy eriganini ko'z oldingizga keltiring, biz ana shunaqangi erib yoyilib qolardik. Kollagen biz organizmimizga mustahkamlikni, cho'ziluvchanlikni ta'minlaydi. Mana bizni bo'g'imlarimiz asosan kollagen, mana hujayralar bor, xondroblastlar degan, ular sintez qiladi kollagenlarni va eskirgan kollagenlarni kollagenaza degan ferment parchalaydi. Bo'g'inlar, sochimiz, teri va butun organlar, hamma organlarda kollagenlar borki, o'sha kollagenlar o'sha mustahkamligini, cho'ziluvchanligini, o'sha organ va sistemalarni, masalan, suyaklarni sinib ketmasligini, suyakda nadkostnitsiya degan qoplama bor, o'sha qoplamaning ham asosida nima bor? Kollagenlar bor. Bu bizning organizmimizni mana shunaqangi mustahkamlik, ham cho'zilmaslik, sinib ketmaslik, uzilmaslikni
oldini oladigan bir shunaqangi bir judayam quvvatga ega bo'lgan, uzilmaydigan mana shunaqa bir oqsil. Shu funksiyalarni ta'minlaydigan oqsil. Oqsil bizni organizm, bu kollagen oqsili bizni 25 yoshimizgacha juda ko'p miqdorda sintez bo'ladi, ya'ni hosil bo'ladi. 25 yoshimizdan keyin yiliga 1% bizni oqsil, kollagen oqsili bizni organizmimizda kamayib boradi. Shuni hisobiga terilar osilib qoladi, yuzga azin tushadi, tanamizda terilar osiladi, mana mushaklarda bo'shash paydo bo'ladi va hokazo. Masalan, sochlarimiz tushib ketadi, tirnoqlarimizda o'zgarish bo'ladi. Odam qarigan sayin mana shu kollagenni eskisi parchalanib, yangisi paydo bo'lish nimasi kamayib boradi. Shuning uchun mana shu organizmda kollagenni yetarli bo'lishini o'zi ham insonni uzoq umr ko'rishi va tez qarib qolmasligini oldini oluvchi omillardan biri. Mana bir necha 100 yillar oldin shunaqa holatlar bo'lgan. Uzoq safarga chiqqan kemadagi mana suzuvchilar, kemada dunyoni sayohat qiluvchilar yo'lda bir necha oylar, yillar mana okeanlarda, dengizlarda yuraverib, ularni mana meva sabzavotlari olgan nimalari tugab qolib, mana shu faqatgina tarkibida vitaminlar bo'lmagan, qorin to'ydiradigan mahsulotlarni qabul qilayotgandan keyin bularda kasallik paydo bo'lgan. Bu kasallik nima kasalligini boshida aniqlasha olmagan. Keyin aniqlashganki, bu tsinga kasalligi. Tsinga kasalligida tishlar tushib qoladi, milklar qonay boshlaydi, ichki organlardan qon ketishlar paydo bo'ladi va shunaqangi alomatlar bo'ladi. Keyin aniqlashsa, bu organizmda o'sha vitamin C yetishmovchiligi hisobiga bo'lgan kasallik ekan. Hozirgi vaqtda bu kasallik uchramaydi, chunki hozirgi vaqtda bu narsani oldini olish chorasini hamma biladi. Chunki mana bu bunaqangi yillab, oylab, yillab dengizda suzib yuruvchilarda ham mana shu mahsulotlarni vitamin C tarkibida bor bo'lgan mahsulotlarni saqlash imkoniyati bor. Shuning uchun ham endi bunda mana shu aytgan hozirgi bir tarixiy gaplardan nima kelib chiqadi? Demak, kollagenni sintez bo'lishi uchun biz organizmimizda vitaminlar kerak ekan. Agar vitaminlar yetishmasa, kollagen sintezi kamayib ketar ekan. Agar kollagen sintezi kamayadigan bo'lsa, unda har xil bo'g'im artrozlari va bo'g'im kasalliklari, tayanch harakat sistemalari, mana umurtqa pog'ona kasalliklari kelib chiqadi. Kollagenni xondroplast hujayralarida sintez bo'lishi, hosil bo'lishi uchun birinchi kislorod kerak, yetarli kislorod u yerga yetib borishi kerak qon bilan. Keyin askorbinoviy kislota, vitamin C organizmda yetarli bo'lishi kerak. Keyin eng asosiysilardan bittasi temir moddasi yetarli bo'lishi kerak va boshqa mikroelementlar va boshqa vitaminlar, masalan vitamin D, selen, sink va boshqa mikroelementlar aytaveradigan bo'lsak bu yerda nima, lekin asosiysi mana temir moddasi bilan askorbinoviy kislota, vitamin C. Endi mana shu mikroelementlar va vitaminlar yetishmaydigan bo'lsa, kollagen to'liq yaxshi organizmda hosil bo'lmaydigan bo'lsa, bo'g'im artrozlari kelib chiqadi, bo'g'im kasalliklari kelib chiqadi. Keyin biz o'zimizga o'zimiz savol beramiz. Men og'ir ish qilmadim, men unaqa qilmadim, men bunaqa qilmadim. Nimaga meni tizzam og'riydi? Nimaga men undayman? Nimaga meni belim og'riydi? Nimaga meni belim umurtqa pog'onamda grija bo'ldi degan savollar tug'iladi. Sabab ko'p. Mana sabablardan bittasi o'sha vitamin C ni organizm yetarli olmasligi, ya'ni shuni hisobiga o'sha kollagen sintezini buzilishi. Siz qancha bir tonnalab kollagen ichsangiz ham
Agar organizmda vitamin C yetishmasa, bunaqa bo'lmaydi. Lekin vitamin C bu yuqori temperaturaga chidamsiz vitamin. Mana biz meva sabzavotlarni yoki sabzavotlarni, ko'katlarni agar sho'rva qilib, boshqa qilib ularni qovurib, boshqa qilib agar yuqori temperaturada pishirib yeydigan bo'lsak, unda vitamin C уже yo'qolib ketadi. Chunki u yuqori temperaturaga chidamli emas. Boshqa foydali narsalar qolishi mumkin. Shuning uchun ham ahamiyatga ega, bunga diqqat qiling azizlar, ahamiyatga ega organizmda kollagen yetarli hosil bo'lishi uchun nima qilish kerak? Xom holatda, pishmagan holatda mana shu sabzavotlarni yeyish, ko'katlarni yeyish juda ham foydali. Mana shipovnikada juda ham ko'p vitamin C bor va meva sabzavotlarni pishirmasdan, ularni qaynatmasdan, murabbo qilmasdan, kompot qilmasdan o'zini xom holatida yeydigan bo'lsak, salat qilib, boshqa qilib yeydigan bo'lsak, biz vitamin C yetarli olamiz va vitamin C dan tashqari qancha boshqa vitamin va mikroelementlar olamiz. Bularni kollagen mana oqsilini mana shu tayanch harakat sistemasi biriktirish, to'qima identitetlarni hosil qiladigan, ularni asosini tashkil qiladigan mana shu kollagenni hosil bo'lishiga ham ahamiyati juda katta ekan. Shuning uchun bu organizmdagi bo'ladigan jarayonlar juda ham murakkab. Biz tibbiy bilimlar olib, tibbiy sog'ligimiz haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lib turib, biz agar to'g'ri ovqatlanadigan bo'lsak, masalan, tabiiy bo'lmagan narsalarni yeb ichyapmizda, keyin ertaga o'zimiz savol beramiz. Lekin dalamizda, tomorqamizda pishib yotibdi, meva, sabzavotlar, hamma narsalar pishib yotibdi, quyoshni emgan, boshqa bir quyosh bunaqa ko'p bo'lmaydigan, issiqlik bo'lmaydigan davlatlarda bu narsalarga puliga sotib ololmaydi. Lekin bizni O'zbekistonimizda bu narsalar o'zimizni dalamizda, tomorqamizda pishib turibdi, lekin biz unga hushimiz yo'q. Biz magazinga boramizda har xil tabiiy bo'lmagan ichimliklar va yeguliklarni sotib olib yeymizda, keyin aytamiz, biz nimaga kasal bo'lyapmiz? Men nimaga kasal bo'ldim? O'zi nima bo'ldi? Ana u kuni shamollab qoldim, ana u kuni sovuqda turib qoldim. Hamma kasallikka gunohkor shamol va sovuq og'ir ko'tardim va boshqa haqiqiy sabablari bu yoqda qolib ketib, noto'g'ri sabablarini biz o'zimizga miyamizga singdirib olib, yanglish fikrlarga boramizda, sog'ligimizga zarar qilib qo'yamiz. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ko'pchilik odamlarda noto'g'ri tushuncha bor. Mana men kollagen sotib olib ichadigan bo'lsam, mana shu menda kollagen yetishmayotgan joyga borib, o'sha kollagenni o'rnini bosadi. Men juda terilarim ham yaxshilashib ketadi, sochim yaxshilashadi, tirnoqlarim yaxshilashadi, bo'g'inlarim yaxshilashadi degan bir tushuncha bor. Kollagen bu foydali mahsulot. Lekin bir narsani tushunib olish kerak, diqqat qiling azizlar. Kollagenni siz ichgan bilan u organizmga kirib, kollagen holida hosil bo'lishi, kollagen bo'lishiga, kollagenni yetmayotgan joyga borishini organizm o'zi hal qiladi. Shuning uchun kollagendan har xil mazlar yoki biron narsalar teriga qo'ysangiz, u yerga kollagen kiradi desangiz, bunda ham yanglishasiz. Kollagenni ichsangiz, masalan, bu yerda so'ralgan, mana bo'g'im artrozlarda qanday ichiladi degan savol tug'ilganda, savol berilgan. Kollagenni ichish tartibini tushuntiring deb. Kollagenni mana kollagen parashok holida, keyin tabletka holida, keyin kapsula holida har xil shaklda sotiladi. Mana men parashok holida, mana o'zim parashok holidagi kollagenni ichaman va umr yo'ldoshim, oilamiz bilan birga mana kollagenni ichib turamiz. Buni profilaktik kasallikni oldini olish dozasi parashokni 6 gram, ya'ni bitta o'lchov qoshiqchasi bo'ladi ichida, shuni suvga aralashtirib turib, ovqatdan oldin yoki ovqat orasida ichib olsangiz kuniga bir mahal, bu kasallikni oldini olish uchun. Agar
o'sha kasallik, mana bo'g'im artrozlari yoki teri yoki boshqa soch bironta kasalliklarga chalinish yuzaga kelgan bo'lsa, unda davolovchi dozasi ikkita o'lchov, ya'ni merniy ложка deydi, o'lchov qoshig'i o'zini. Bu har bitta o'lchov merniy ложка to'ldirib olganingizda 6 gram bo'ladi poroshogi. 6 gramdan ikkita bo'ladigan bo'lsa 12 gram. Mana bu davolash uchun ishiladigan dozasi, iste'mol qilinadigan dozasi. Lekin bitta kollagenni o'zini ichsam yaxshi bo'lib qolaman deb o'ylamang. Albatta vrach maslahatini oling. Kollagenni masalan vспомогательный deydi, yordamchi, qo'shimcha davolashga qabul qilishingiz mumkin. Kollagenni sog'lom odam ham qabul qilishi mumkin. Chunki bu organizmga stroy material bo'ladi. Mana tayanch harakat sistemamiz, soch, teri, tirnoq, butun organizmimizda kollagenni yo'q joyi yo'q. Ularni o'rnini borib, masalan mana shu aminokislotalarga parchalanib ichaklarda sovurilib, o'sha joyga borib, agar organizmda vitaminlar yetarli bo'lsa, kollagenni hosil bo'lishi, yaxshilanishi mumkin va kasalliklarni oldini olishi mumkin. Lekin faqatgina kollagen bilan davolanaman deb o'tirish buni o'zi noto'g'ri bo'ladi. Kollagenni ichmasa bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. İçmasa bo'lmaydimi? Nimaga kollagen hozir butun dunyo bo'yicha buni ichish moda bo'lib ketgan, juda ko'p sotilyapti. Sababi ichish kerakligini, foydasini aytadigan bo'lsam, to'g'risi hozir dunyo bo'yicha aholi soni juda ko'payib ketyapti, lekin bu aholini ovqatlantirish uchun go'sht mahsulotlari va mana mahsulotlarni yetishtirib berish qiyin bo'lyapti. Masalan, bir inson kuniga 200 gram atrofida, taxminan 200 gram go'sht yeyishi kerak. U degani sizni oilangizda, endi bu go'sht oqsilda, go'sht oqsil. Oilangizda 5 ta odam bo'ladigan bo'lsangiz, 3 ta farzand, er-xotin kuniga 200 gramdan bo'lganda 1 kilo go'sht yeyishingiz kerak. Mana shu 1 kilo go'shtni yeyapmizmi kuniga? Yeyotgan oilalar ham bor, lekin yemayotgan oilalar ham bor. Mana shuni hisobiga organizmda o'sha oqsilning tarkibida bo'lgan aminokislotalar va uning tarkibida bo'lgan vitaminlar kamayib ketadi-da. Mana shu kollagen sintezi pasayib ketadigan bo'lsa, har xil kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Mana go'sht yemaydigan har xil vegetarian odamlar bor. Bular ham mana kollagen ichib yursalar yoki yetarli go'sht yeya olmayotgan shunaqa masalan odamlar, oilalar bo'ladigan bo'lsa, buni ichish kerak. Yoki kasallikka chalingan, yoki shunaqa odamlar bor, hech qanday bunaqa bo'g'im kasalliklari yo'q yoki boshqa bunaqa kollagen bilan bog'liq kasalliklar yo'q, lekin shu kasallikni oldini olish uchun ichmoqchiman deydigan odamlar ham bo'ladi. Mana shu kollagen haqida ma'lumotlar to'playotgan paytimda bitta o'zimizda ishlaydigan rus millatiga mansub bitta 64 yoshdagi bitta doktorimiz bilan gaplashib qoldim. Shu doktorimizdan so'radimki, siz kollagen haqida ko'p gapirasiz, kollagen ichaman deysiz. Siz kollagenni hamisha ichib yurasizmi? Yoki bironta tanaffus bilan ichasizmi? deb savol berdim. Keyin u kishi aytdilarki, men kollagenni oilam bilan, mana meni ham deydi, ota-onam bor, yoshlari ulug' ota-onam bor. Ularga ham sotib olaman. Kollagenni men deyapti 14 yildan buyon ichaman, doimo. Agar biron yerga deydi komandirovkaga ketib qolsam, o'sha paytda ichilmaydi. Agar men uyga qaytib kelsam, u narsa dasturxonda turadi. Biz o'sha o'lchov qoshig'i bilan har kuni bir qoshiq suvga aralashtirib ichib yuramiz deydi. 64 yoshlarida u kishi hali ham 3-4 soatlab turib operatsiya qiladilar. Murakkab operatsiyalarni qiladilar. Mana shunaqa bir juda ko'p misollar aytishim mumkin, lekin vaqtimiz cheklangan. Shuning uchun endi xulosa qilib aytamanki, bu videoroligimizga kollagen mahsulotini agar yetarli go'sht mahsulotlari yeyotgan bo'lsangiz, yetarli meva, sabzavotlar yeyotgan bo'lsangiz,
oqsilni yetarli qabul qilyapman deb o'ylasangiz, ichmasangiz ham bo'ladi. Agar siz go'sht mahsulotlarini yetarli yemayotgan bo'lsangiz, inson organizmi kamida 170 gram, 180 gram go'sht yeyishi kerak. Bundan tashqari oqsillar bu tuxumda bor, tovuq tuxumida. Keyin endi judayam bir to'liq emas bo'lgan aminokislotalar don mahsulotlarida bor. Mana shu ovqatlanish ko'ngildagiday bo'ladigan bo'lsa, kollagenni ichmasa ham bo'ladi. Lekin yetarli masalan go'sht yemayotgan oilalar bo'ladigan bo'lsa, mana shu gidrolizovanniy kollagenni profilaktik, ya'ni kasallikni oldini olish uchun 5 gram, 6 gram parashogini suvga aralashtirib ichib yursalar bo'ladi. Kamida 3 oy, uzog'i 6 oygacha ichish kerak. Buni 1 kun, 2 kun bitta banочка bir ichib qo'ygan bilan bo'lmaydi. İchish kerak kamida 6 oy. Mana doimo ichib yuradigan odamlar ham bor. Bu tabiiy narsa-ku, bu o'sha nimadan tayyorlanadi kollagen? Baliqdan, mana molni kalla po'stidan, mana tuyoqlaridan, bo'g'inlaridan, mana go'sht sotiladi-yu, nimasi tuyoqlari, nimalari, bo'g'inlari. Mana biz yilik deymiz, yilik uchun olamiz, qaynatamiz. Mana shu narsalar qolib ketadi. Bu eng arzon mahsulot. Ana buni ishlab chiqarishga olib turib, mana shuni olib turib, ajratib, kollagenga parashok qilib, hozir ishlab chiqarishda mana shu narsa yo'lga qo'yilgan. Mana borib turib, buncha suyak, tuyoqlarni olib kelib qaynatib o'tirgandan, mana bir banka nimani olib turib, bir odamga profilaktik dozada oldini olish uchun 1 oyga yetadi. 1 oyga yetadi. Bir qoshiqdan ichadigan bo'lsangiz. Endi mana bo'g'im kasalliklariga, bo'g'im atrozlariga uchragan odamlar bor. Mana umurtqa pog'ona kasalliklariga uchrashgan odamlar bor. Teri, soch va boshqa kasalliklarga uchragan odamlar bor. Bular davolash dozasida, ya'ni lechebniy dozada 10-12 gram, 14 gramgacha parashogini qabul qilsalar bo'ladi. Masalan, kami 3 oy, uzog'i 6 oygacha. Keyin yana tanaffus qilib, 1-2 oy tanaffus qilib, yana buni takrorlash mumkin. Eng asosiysi, kollagen siz organizmingizga zarar qilmaydi. Bu dori emas. Bu mahsulot, ya'ni bizni ovqatimizga qo'shimcha, yeguliklarimizga qo'shimcha yetmayotgan shu ovqatimizda, yeguliklarimizda yetmayotgan narsani, kamaygan narsani, kam bo'lgan narsani o'rnini to'ldiruvchi mahsulot. Azizlar, mana bugungi videomiz ham nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyalarga yozinglar. Uzrimni mana ko'pdan buyon videorolik qilmaganim uchun uzrimni qabul qilinglar. Juda ham ko'p kommentariyalar bor, vaqtim bo'lmadi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra hali bu kommentariyalarga vaqtim bo'lgan sayin hammasiga javob yozaman. Kommentariy yozinglar, bironta tushunmovchiliklar bo'lsa yoki bironta sizda fikrlar bo'lsa, kommentariyalarga yozinglar. Agar foydali maslahatlar oldim degan fikrda bo'lsalaring, like tugmachasini bosinglar. Mana shu kanalni rivojlantirishda sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring, mana shu like va kommentariyalar va obuna bo'lmagan azizlarni obuna bo'lishlaring mana shu kanalimizni qo'llab-quvvatlashlaring bo'ladi. Sizlarga sihat salomatlik tilayman. Uzoq umr, ishlaringda omad. Mana shu kanalimizda berib borilayotgan videolarni ko'rib, ma'lumot olishda, sog'lig'ingizga foyda qilishda, sog'lig'ingizda befarq bo'lmaslikda sizlarga charchamaslikni tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr.